Hozir 16 ming emas, 15 ming ham emas, 14 ming ham emas. 13,5 ming pochka almashtirgandan keyin necha yil yashaydi domla deyapti. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha 23-sana kun davomida eng ko'p berilgan savollardan bittasi buyrak ko'chirib o'tkazish haqida bo'ldi. Ya'ni pochka peresadka haqida. Shu savollarni javobi bu videoni yoqishimga sabab bo'ldi. O'ylaymanki, obunachilarimiz ichida bu savolni javobiga qiziqayotgan insonlar bo'lsa, bemalol javob olasizlar inshaalloh. Ba'zi odamlar so'rayapti, pochka almashtirgandan keyin necha yil yashaydi domla deyapti. Men ularga javob berdim. Sizlarga ham aytib qo'ymoqchiman. Bitta narsani bilinglar. U Hindistondagi doktorlar farishtalar emas. O'zi nomi bilan doktorlar ular. Ayrim jabhalarda siz bilan bizdan ojiz tomonlari ham bor. Ular ilmiga, tajribasiga, yillar davomida shu pochkaga mutaxassis bo'lganliklari uchun ular shu almashtirib qo'ygan pochkasi uchun kafolat berishadi. Ya'ni shuncha yil yashaysan, mana qo'lingga yozib beraman, ketaver demaydi ular. Ya'ni umrni, rizqni Alloh taolaning o'zi belgilaydi. Qachon tugasa, Allohu akbar, ketilaveradi. Ular bitta narsani tushuninglar. Ular mashincha yashaysan demaydi. Mana shu tushuncha ko'p bemorlarda ya'ni yo'q ekan. Ya'ni demak men borsam pochkamni almashtirib qo'ysa 100 yil yashayman. Yoki almashtirganlar uzoqqa bormaydi ekan. Unaqa narsa yo'q. U doktorlar mutaxassis, ya'ni tajribaga ega. Mana hozir Dehlida o'zi klinika ko'p. Pochka almashtiradigan doktorlar ham ko'p. Mana 6 yil mobaynida bilaman, shogirdlar bo'lib klinikalarga tarqab ketgan ular. Ya'ni ular ham shu ishni qilyapti. Ammo shu joyda adashib qolmaslik kerak. Qaysi biri doktor mutaxassis, qaysi biri ko'proq, haligi bizni tilda aytganda, ko'proq garantiya beradi pochkasiga. Shuni bilish kerak xolos bu yerda. Biz shuning uchun o'tiribmiz bu yerda. Masalan, biz bilan shartnoma qilgan doktor 39 yil tajribaga ega. Eng kuchlisi Dehlida. Ya'ni dunyo 10 to'pi deymiz-ku. O'sha dunyo 10 to'piga kiradi. Biz bilan shartnoma qilgan pochka peresadka bo'yicha eng mutaxassis doktor biz bilan ishlayapti. Bizga imzo qo'ygan, ya'ni bizda shartnomasi bor. Ya'ni bizdan borgan bemorlarga yaxshi qaraydi, sharoitlar qilib beradi va hokazo. Qo'lidan nima kelsa, bizni bemorlarimizga yaxshi e'tibor qiladi bu doktor. Ya'ni shu kungacha alhamdulillah mana 6 yil buyog'ida haligacha pochka peresadkadan vafot qilgani yo'q. Alhamdulillah. Bundan buyog'iga ham vafot qilmasin. Alloh taolo bizni qo'limizdan toptirmasin bularni. Ya'ni biz sababchi bo'lib qolmaylik. Shuni so'rayman Xudodan. Shuning uchun ular o'zini kasbiga, tajribasiga, 39 yillik tajribasiga suyanib pochkani shunday almashtirib qo'yadi. Shuning uchun eng yaxshisiga boringlar deb biz tavsiya qilamiz. Eng yaxshisi bizda. Xo'p, domla ayting, kim bu? Qaysi klinikada? Bu sir bo'yicha qola qolsin. Sabab hozir hali gadoni dushmani gado deydi-yu. Bizni ham o'zimizga yarasha raqobatchilar bor. Ya'ni biz ularni o'rtakashlar deb qo'yamiz. Ular o'sha doktorda rasmini ko'rsatib, siz qiziqib qoldingiz u doktorga. Men aytdim-da buni, dunyo 10 to'piga kiradi dedim. Endi siz o'sha doktorda hozir suratini yo videosini ko'rib, yo klinikasini bilib olsangiz, sizga o'sha doktorda ko'rsatishadi. Ha, domla aytgan doktor shu. Haqiqatan 39 yillik tajribaga ega. Shunga olib boraman deydi-da, nevara shogirdlariga olib borib sizni transplantatsiya qildirib qo'yishi mumkin. Kelgandan keyin yana hali baytim deb yana inqillab yuraverasiz. Shuning uchun adashib, chalg'ib qolmanglar. O'sha men 21-yil borgan bo'lsam, pochka peresadkani narxi 16 ming AQSh dollari edi. Hozir 16 ming emas, 15 ming ham emas, 14 ming ham emas, 13,5 ming ham emas. Juda ham arzonlab ketgan. U bizni firmamizga bu. Shuning uchun mana shu quyidagi raqamlar, shaxsan o'zimning telefon raqamlarim, pochka peresadka haqida bemalol ma'lumot so'rashingiz mumkin. Men yana aytaman, bizda litsenziya bor. Ya'ni qonuniy firma. Agar borish istagida bo'lsangiz, sizni qonuniy jo'natamiz. Ya'ni shartnomalar berib qo'lingizga, u doktor haqida sizga to'liq ma'lumot olib berib va hokazo har bitta hujjatlaringiz kerak bo'lsa notarius orqali tasdiqlanib,
Hali o'zbeklarda bitta gap bor-u, qog'oz hamma yerda gapiradi. O'zi tili yo'q buni, lekin gapiradi qog'oz. Shuning uchun qonuniy qilib borsangiz, oilangiz ham, qavmi qarindoshingiz ham xotirjam o'tirishadi. Chunki siz ishonchli qo'llardasiz. Davlat sizni himoya qiladi inshaalloh.